Canım o qochaman deydi ya, qochaman deydi. Flandr samka. Vesi 7,5 kilo, uha 22 kilosu. Uha ya'ni quloq. Flandrlarning parametrlari shunaqa so'raladi. Quloqini so'raydi, vesini so'raydi. Agar professional bo'lsa agar petnol, apa, bu yana so'raladigan tomonlari juda ham ko'p. Просто siz azizlarga tushunarli tomoni. Biz O'zbekistondagi misol uchun xaridorlar nimasidan so'raydi? Qulog'idan va uni vesidan. Uhasi 22 plus, vesi 7,5 kilo. Anchagina ves tashlagan. 8,5 kiloga tushishdan oldin, hozir 7,5 kilo tana vazni. Короче, sotuvda liniyasi Voin S007, привозной samka samitsni qo'llari vivadnoy bu. Bola boqishi zo'r, ideal. Baraka topganman. Ikki partiya bolasini boqib sotganman. Uchinchi partiyasi menda, adashmasam bu ikkinchi partiyasi menda. Hozirda bu samkachasi sotuvda. Parametrlari aytib o'tildi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar, kimga kerak bo'lsa, mana bu. Zo'rni boqaman deyotganlar, akalarim, to'g'ri. Quyon qimmat. Lekin bu narsadan baraka topasizlar. Bu narsani bolalarning qismiga sotmaysizlar. Bu tug'adi minimum 5 ta. Bo'ldi, quyonni puli chiqib ketadi, sizga quyon yoningizga qoladi. Zavod yoningizda qoladi. Yana bitta narsani eslaringizdan chiqarmang. Flandr quyonlarini ko'paytirish salgina injiqroq quyonlar. Yaxshisi chiqib qolishi qiyin. Men siz azizlarga o'shaqa yaxshisini illayapman. Bola boqib, katta qilib, shuning uchun meni daromadimga o'z hissasini qo'shgan quyonlarimni bittasini siz azizlarga illayapman. Xursand bo'lsangiz bo'ldi. Narxini chiroyli narxlarda qilib beraman. O'zim olgan narxdan xizmatiga yarasha bir nimasini o'tib beraman. Olgan narximga sotmayman, salgina o'tib beraman. Chunki bu jonivor xizmat qilib meni xursand qilib ketyapti. Agar yoqqan bo'lsa, men xursandman. Salomat bo'lasizlar.